Assalomu alaykum, gruppamiz a'zolari. Navbatdagi granulator stanogimiz tayyor bo'ldi. Teshigi 6 mm li. Buxoro viloyatiga ketyapti. 220 ga ishlaydi, soatiga 60-70 km/soatga chiqaradi, yemni probka qilib beradi. Motorimiz 8 kilovatlik, u o'zi 4 kilovat bo'ladi. Yangi motor. 220 ga ishlaydi, ro'zg'orbob. Mana hozir bir yem chiqarib ko'rsatamiz. Buni narxi 6,5 million so'm, dastavkasi viloyat markazlarigacha bepul. Hozir ishlatib ko'rsatamiz. Buni shashton ozgina tashlab olamiz ham. Qiziq olguncha ozginadan tashlab turamiz. Okey, tonogimiz qizib olsa, keyin ko'p tashlasa bo'laveradi. Sekin qizyapti. Qolasa yaxshi. Hop, mana endi buni bilmaganlar uchun tushuntirib qo'yaman. Endi bilganlar biladi. Bu hop baliq, mol, tovuq, quyon, tuyaqush xohlagan yo'nalishga ketaveradi. Bu hozir qo'yga olishyapti, qo'ylari bor ekan. Buni xohlagan razmeringizda chiqarishimiz mumkin. Bu hozir 6 mm, 4lik, 5lik, 8lik, 3lik xohlagan yo'nalishda chiqarsa bo'ladi. Jo'jalarga, tovuqlarga, quyonga, baliqqa hozir 6lik qildik. Klientimiz zakazlari bo'yicha 6lik bo'ldi. Buni uzun kalta qilish mumkin. Buni aytdi pichog'i bo'ladi. O'sha pichoqni tepaga pastga ko'tarsangiz, bu xohlagan razmerda chiqaveradi bu. Mana makkada qilib chiqarsa ham bo'ladi, uzunroq qilib chiqarsa ham bo'ladi. Tovuqqa endi sal kichikroq qilsa bo'laveradi. Xo'p, bu stanogimiz nomi granulator, yemishga probka qiladigan. Yangi motorlar qo'yib beramiz. Avtomatlar bilan jihozlangan. Motorga kuch kelsa, o'zi avtomatik tashlab yuboradi. Hech qanday motorni kuydirish shart. Kuydirishda iloji yo'q. Nagruza kelganda o'zi tashlab yuboraveradi. Keyin universal drabilkalarimiz bor. Mana bu mini don chiqaradigan stanogimiz soatiga 250-300 km/soatga chiqaradi. Keyin bundan sal kattarog'i bor. 2,5 millionligi bor. U 300 kilodan 400 kilogacha soatiga chiqaradi. Bu 1 million 600 ming so'm. Dastavkasi viloyat markazigacha bepul. Keyin bundan universal drabilkalarimiz bor. Alyumin motorlilarimiz 2 million 100. Dastavkasi bu ham viloyat markazlarigacha bepul. Misligi bor 2 million 400 ming so'm. Bu ham dastavkasi bepul. Xo'p, mana shu kimga kerak bo'lsa murojaat qilaversa, manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar. Telefon raqamlarimiz 90lik 564 93 23. Mana kimga shunaqa granulatorlarimiz kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.